Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bu videoda men politsiya arzamasi ishga kiraman do'stlar. Va sizlarga tushuntirib o'taman hamma qiladigan ishlarimni do'stlar. Do'stlar, kanalimda anchadan beri video chiqmagan edi. Buning uchun siz so'rayman, chunki shu Ramazon oyida ham keyin Arafa hayitlar o'tkazib lekin ijoddan to'xtamaymiz do'stlar. Shuning uchun sizlar ham obuna bo'lishdan to'xtamanglar do'stlar va videolarni ko'rib like bosishdan ham to'xtamanglar do'stlar. Va men do'stlar hozir men obzon o'tdim va hozirda men mayorman, ya'ni 7 rangli va hozir hamma qiladigan ishimni va dasturlarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Buning uchun menyuga kirib olamiz va bu yerdan biz mana do'stlar hozir menda снять vigovor, xullas vigovor berish, vigovordan olish ustanovit tegi bor, boshqa dastur yo'q. Lekin kelganimda dasturlar ko'paydi. General keyinchalik dasturlarni o'zgartirdi hammanikini. Kelganimda mana ekranni ko'rib turganlaringizdek dasturlar bor edi ko'proq, lekin hozir shunaqa dasturlar bor do'stlar. Va do'stlar, agar sizlarda qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, masalan, qanday qilib shu start sostavga zaявка tashlash va shu start sostav bo'lish, obzordan o'tish do'stlar. Buning uchun Discordga kirib olamiz do'stlar. Xo'sh, Discordga kiramiz va Discordga kirganimizda bu yerda заявление start sostav degan bo'limi bor. Bu yerga kiramiz va hozir bu yerga kirganimizda do'stlar, bu yerda avval arzamas topamiz va bosamiz. Va bu yerda masalan yozib o'tirish xohlamasanglar bitta одобрение bo'lgan kandidatni zaявкасini olamiz. Masalan shuni olaylik deymiz. Ana shuni kopirovat qilamiz. Kopirovat text va bu yerga tashlaymiz. Send message yozilgan joyga tashlaymiz va tashlagandan so'ng bu yerda masalan bu yerga Discord tag, ya'ni o'zingizni Discordingizni qo'yasiz. Masalan kichikcha turib meniki Teo mana shu Milan Marcos mana shuni qo'yaman. Va bu yerda o'zim ma'lumotlarni to'ldirib chiqaman. Masalan, vach часовой пояс 2 to'g'ri, 3-4 net soat deyapti. Yosh 18 qilibman. Masalan, bu yerga nick bu rus xalqida bo'lishi kerak. Milan bo'ldi. Mana shunaqa nicklarni o'zgartirib chiqasizlar do'stlar va 16 yosh to'g'ri. Mana bu yerda nick turibdi. Mana shuni o'chiramiz va Milan Marcos turib bo'ldi. Endi bu yerda vash urvan deyapti. Masalan, hozir meniki 30 urvan bo'lsa 30 qilaman. Keyin bu yerga masalan buni latin harfi o'tkazamiz va Milan deb turib Milan Marcos bo'ldi. Keyin bu yerga masalan shu chap tarafda turgan mashinaga bosamiz va plyusga bosib turib screenshot statistikani tashlaymiz va jo'natamiz do'stlar. Men hozir jo'natmayman va sizlarni kandidat aniqlaydi. Masalan, hozir bu yerda kandidat aniqlagani bor edi. Mana shu yerda mana kandidat aniqlaydi. Va mana 29-kuni obzon bo'lgan, o'sha kuni aniq bo'lganman men ham. O'sha kuni yerga kirganman va siz obzonga tasdiqlangandan so'ng bu yerda o'zingizni
profilingizga o'tasiz va edit profilga bosgandan so'ng bu yerda nikingizni oldiga, boshiga masalan MVDA K bunday qilamiz. KSS MVDA deb turib Milan Markus va bu yerga ham o'shanaqa qilamiz. O'shanaqa deb yozganlaringizdan keyin do'stlar, hozir buni o'chirib qo'yaman men. Shunaqa deb yozganlaringizdan keyin do'stlar va bu yerda masalan sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lib turadi. Hozir mana xuddi shunaqa masalan KSS MVDA bo'lib turadi. Va sizlar obzorga kirasizlar. Va meni yana qo'shimcha ishim do'stlar, bu yerda masalan zaявка tekshiraman, заявление младшее sostavda masalan shu yerda zaявка tekshiraman. Tekshirganman turibdi. Tekshiraman. Keyin undan keyin do'stlar masalan mana yerda sizlarda omon DPS PPdaqa bo'limlar beriladi. Menda hozir bo'lim yo'q, endi olaman. Shuning uchun hozir u menga shart emas. Keyin kadrovoy audit degani bor. Shu yerda masalan birov audit qilsangiz, birovni xullas причина qilsangiz sababi bilan aniq qilasiz. Masalan bu audit bo'ldi. O'zi pasicha qildi, shunaqa narsalar deb yozasiz. Va screenshot tashab, keyin hozircha men заявлениeni повышение, ya'ni rang ko'tarmayman. Menga dostуп yo'q, shuning uchun bu qoladi do'stlar. Va do'stlar, men shu MVDga kirganimda do'stlar, bu yerda eng xursand bo'ladigan joyi o'zbeklar ko'p edi. Aksariyat MVD xodimlari o'zbeklar edi. Shuning uchun shundan xursand bo'ldim. Ya'ni o'zbeklar ham harakat qilyapti biron nimaga, shu MVDga ishga kirishga, politsiyada ishlash, shularga harakat qilishyapti va ko'pi shu o'zbeklar bo'lgani uchun men xursand bo'ldim. Va do'stlar, qo'ldan kelgancha shu sarsastav bo'lganimda va shu sarsastavli holatimda do'stlar shu harakat qilaman o'zbeklarga ko'proq potisha qilib, ya'ni ko'proq qo'llab-quvvatlashga, lekin sizlardan ham potisha kutaman do'stlar. Va bugungi videomiz do'stlar shulardan iborat edi. Yana shunga oid videolar chiqadi do'stlar, aniq. Va tezroq chiqish uchun do'stlar, hozirda kanalimizda 300 taga yaqin obunachi bo'lib qoldi do'stlar. Shuni 300 ta qilib qo'yaylik va layklarni ko'paytiraylik. Shu videoga tezroq boshqa videolar chiqadi do'stlar. Shuning bilan videomiz nihoyasiga yetdi do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, videoni oxiriga qadar ko'rishni unutmanglar do'stlar.